Mana shaftoli. Ishonasizlarmi bitta narsaga? Olli mazza edi, bilasizlarmi? Olli yoshligimizda shirin edi-da, shaftoli, yablok ham pishmagan bo'lsa ham. Hozirga kelib qanaqadir ta'mi yo'qmi? Shunaqa his qilasiz. Nimani hisobiga deb o'ylaysiz? Kim biladi? Nima unaqa o'ylaymiz? Yaxshi anaqa ta'mini sezmaymiz. Ta'm o'zgarib qolganda deb o'ylaymiz. Men ham prikol qilib aytdim. Nima bilaman? Ayting. Hozir aytsam qiziq qolmaydi. Kim biladi? Kim bilsa aytsin. Ertaga jumaga chiqinglar ertalab. Eslaringizdan chiqmasin. Namozga borish. Oyatullo, искусственный deb qo'yasizmi? Kim edingiz? Nimaga negiz o'zgargan? Litva bo'lgan, Litva. Kecha подписаться qo'shdimmi siz? Hayit namoz. Da. Namozga boringlar deyman. Texnologiya. Nima texnologiya? Barvaqt shahardan 20 kilometr uzoqda ketishim kerak. Uxlang bo'lmasa. Shahardan 20 kilometr? Mazza-ku. Yurish ekanda faqat Yevropaga kelish niyati yo'qolib qoldimi? Yo'q, bor, конечно, hali emas. Hozir pulim yo'q. Qirolicha, rahmat. Kafe balkon. Men bekor kirganim yo'q. Balki sizlar menga podarka o'tsanglar, Sardordan sotib olib deb kirganman. Nima unda kimsiz deyapsiz? Bu endi tandim. Kecha подписаться qilganman-ku. Gilos olmoqchi bo'lgandim. Prosta menga gilosda turishi yoqmadi. Keyin shaftoli oldim. Конечно, shirin. Nimaga deb savol berdim. O'zim javob beraymi? Nimaga biz hozir yesak shaftolimi, gultormi, meva-chevalarni ta'mini boshqacha nima qilamiz? Nima uchun? Javob beringlar. Nimaga? Yengil. Nima yengil? Suv ichib yuboring endi. Ichaman hozir choy. Soyidение прямой эфир. Yengil ibi gilos zo'r. Iso gilos zo'r prosta. Gilos turishi yoqmadi. So'lib qolganga o'xshadi magazinda. Может, ertaga tanlab terib olsam bo'ladi. Da? Lekin ogim kelgan. Keyin zordoli ham bor edi, zordoli. Menga zordoli uyimizdagi zordoli yoqadi. O'zbekistondan beqacha kelmaydi-da unaqa zordolilar. Qayerdan siz? Qashqadaryodan. Yozavut. Aytaymi o'zim? Aysa. Nima u zordoli? Kim biladi nimaligini? Sihatdasi xos Pitser. Chunki biza vaqt o'tgan sari
Mana bu biza ta'm bilishimiz kamayishni boshlaydi. Keyin tishlarimiz to'kilib tushganlari. Kimni tishini eshitadi? Kimni hamma tishi bor? Ana shular haliyam mevani yaxshi ta'mini sezadi. Sardorni, shaftolini maydasi. Turi yo'q haligi sardorli shaftoli maydasi emas. Shaftoli boshqada, zardoli boshqa. 4 yil hosilda bo'ladi shaftoli. Zardoli boshqa, yog'li, usti takoy tukchali bo'ladi. Yo'q, tukchali bo'lmaydi. Yo bo'ladi. Shaftoli boshqa narsa. Shaftoli qarang. Mana. Ko'rdingizmi? Chaqib yeb bo'lmaydi. Achchiq bo'ladi. Zordornikini yesa bo'ladi. Maza qilib quritgani bo'lsa. Zoldori, dovchani pishgani. Da. Suv ichvoring dedingizmi? Nima, men qorni og'rib bo'lishim kerakmi shunda? Suv ichmayman. Suv ichsam ham hozir hech nima qilmaydi menga. Men immunitetim siz o'ylaganchalik past emas. O'rik deysizlarmi? Привет, Murod. Sardor ham shu payt hayajonga solib podarka otvordi. Sizni kelishingizga. Addishi Sardor, o'zingizdan qolmang. Ichingchi, ichdim-ku choy. Suv ichishni xohlaysizmi? Menda suv yo'qda uyimda. Choy bor. Lekin suv yo'qda. Hayit muborak. Давай детство. Kola pola ham ichsa bo'ladimi? Bu bitta kola bayramku, shunga kola ichaman. Hamma muborak. Aldamenki qayerdasiz? Pitserdaman. Quruq tabrik bo'lmayapti. Da, sar shuni ayting. Voy uxlaman. Quruq tabriklamanglar meni. Podarka 100 talik hatcha. Hatcha 100 talik kesmayman bir. Unda zo'r retsept bor. Qanaqa retsept? Menda unaqa suv ichaman, ishonmaysizlar-da. Alma yeyman-u, yashil. Achchiq, kislik. Shuni suv bilan ichaman, tiqilib qoladi-da bo'lmasa. Andishi. Thank you so much. Suv iching, biyoz stakan podarka bor. Vodorod suvdanmi? Kran suvini ichmayman, bu anaqani. Aristonni suvini icholmayman-da. To'xting, qaynatilgan olib ichsam bo'ladimi? Primoya nima sovg'a? Qani sovg'ani bering. Ichib ko'rsataman. Men anaqa qilmayman, javob. Men unaqa yolg'onchi emasman. Oddiy suv kompis bir stakan. Yo'q-da suv. Nima bor sovg'asiga? Sovg'ani ayting. Ichaman, lekin men вообще menga nima qilmaydi. Xohlaysangiz biron meva bilan qo'shib ichaman. Hech balo qilmaydi menga. Men yoshligimdan shunaqaman. Balga 2 kishi cho'p tashlaydi, yo isar yo'qaylik. Davay, ikkita cho'p xohlayman. Nima urasiz? Drakonmi? Uraman, sovg'a otaman siz, men bogati sovg'a tushunaman. Nimaga buncha chiroyli bu qiz? Chunki betimni yuvganman muzday suvga. Kefirga olma to'g'rab, keyin suv qo'shasiz. Ozgina tuz aralashtirib ichaverasiz. Kefir yo'q uyimda, sut bor. Sut ichsam bo'lmaydi, pishmagan sut. Suvni o'rniga sut ichsam nima deysizlar? Barjomi ichikisi yuvib tashlaydi. Murod bular boshqacha aytibdi. Men hozir shaftoli yedim. Suv iching bir stakan deyapti. Hech narsa qilmaydi, baribir desam, yo iching deyapti. Podarka bor deyapti mana.
Ichaveraman, farqi yo'q, manga eshitmagan edi. Привет. Siz o'ylaysiz qo'rni og'riq bo'ladi deb. Man siz emasman-ku, immunitet normalniy manda. Salom Sakan Baramin muborak. Salomlar, tashakkurlar dedim. Bayram muborak. Verstal. Что не, hammaga bayram muborak. Murod sizga ham, Oyatilla sizga ham, Sardor sizga ham, Farhodjon sizga ham, Bek sizga ham, Jaga sizga ham. Jaga, qani despa qiling. Davay. Suv ichishmi? Ichaman hozir, suv olib kelay. Nima bor sovg'asiga? Bitta drakon desangiz mayli ichaman. Javob. Gapingizga turing faqat. Zo'r bo'ladi, sharillatib ko'chisni bo'shatadi, sut ham variant. Oyatullo. Manga ishtaham qilmaydi desam tushunmaydi. Ha, tushundim. Hozir sut ichsam ham ishtaham qilmaydi. Siz birinchi. Nima, suvmi, sutmi? Davay sut. Men chunki kranni suvini icholmayman. Davay sut. Lutshi sut ichaman. Pishmagan sut. Hozir ochaman, как раз magazinda olganman. Men kranni suvini ichmayman. Qaynamagan suvlarni. Kranni suvini. Mayli, ishtaham qilmaydi. Hozir stakanga olib kelaman, ketib qolmanglar, maylimi? Faqat gapingizga turing-da, хорошо? Men biron yaxshi podarka xohlayapman, lekin yo bo'lmaydi sut. Bo'lmaydi sut dedi, pishmagan bo'lsa ham. Mayli, hozir nima qilyapsiz? Shaftoli yedim. Suv icholmaysiz deb aytibdi. Hozir suv olib kelaman. Men shunchalik olib kelaman, men shuncha. Chunki menimcha bo'lmaydi-ku. Shaftolini yeysiz, keyin sразу ichasiz suv. Ichdimku, yedimku shu shaftoli. Jinni. Shaftoli qurulib bitta qolsin, qat'iy o'yimga. Nomiga